Tasavvur qiling, millionlab odamlar sahro o'rtasida och qoldi. Na suv bor, na ovqat. Siz bunday vaziyatda nima qilgan bo'lardingiz? Isroil xalqi Misrdan chiqqaniga 1 oy bo'lgandi. Ularning zaxiralari tugadi, umid esa so'nib borardi. Odamlar Musoga qarab, "Bizni bu yerga ochlikdan o'ldirish uchun olib keldingmi?" deb nola qila boshladilar. Shunda osmon eshiklari ochildi. Chiqish kitobida shunday yozilgan. Shunda egamiz Musoga, "Nonni sizlarga osmondan yog'diraman" dedi. Ertalab quyosh chiqqanda yer yuzi oppoq qirov bilan qoplangandek edi. "Bu nima?" deb so'rashdi odamlar. Muso javob berdi. "Bu Rabbimiz sizga yeyish uchun bergan nondir. Bu manna edi. Uning ta'mi asal qo'shilgan kulchaga o'xshardi." Har kuni ertalab Xudo o'z xalqini mo'jiza bilan to'ydirardi. Bu shunchaki yegulik emas, bu Xudoning g'amxo'rligi va va'dasiga sodiqlik belgisi edi. Xudo sizni ham tashlab qo'ymaydi. Qiyin damlarda sizning mannangiz qayerdan kelishini bilasizmi?